qadrun ni'mati inda zavol, ne'mat qadri u ne'mat yo'q bo'lganda bilinadi. Onani qanaqa ne'matligini, otani qanaqa ne'matligini yo'qotib qo'ygan odamlar biladi. Ishonaveringlar, tirikmi qadrlamaymiz. Ko'p aytamiz bu gapni. O'tgandan keyin bilinadi ularning qadri. O'tgandan keyin bilinadi. Ota-onasi tiriklar, bu ikkita qanoti bor, ikkita qanoti butun bo'lgan qushlar. Qushimiz. Bittasi singanda bilinadi, bitta qanot bilan uchishga qanaqa qiyinligi. Qadrlashlik kerak. Qadrlashlik. U o'lgandan keyin ehsonlar u bilamiz endi nimaligini o'tib ketgandan keyin misol. O'zimizga qoladi pulimiz ham, o'zimizga qoladi vaqtimiz ham, bormisan degan odam ham qolmaydi. Shundaymi? Qadrlashlik kerak. Sahihaynda keltiriladi. Abi Abdurrahmon as-Salamiy aytadi, bir kishi Abu Dardoning oldiga kelib aytdiki, Abu Dardo, men amakimning qiziga uylanganman.